Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykçülər. Görüb atqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtılıb atqan Erkin Asiya radiosunun tor televiziyası. Mən Gülçehrə. Növbətdə muş bir həftə jarayonida radiomuzda Uyğurlar haqqında berilgan bir qism mühim xəbərlərimizni əslatib ötməkçimiz. Xitay 2 fevral günü Ürümçi 1-ci türmüdə sot içib 11 nəfər Uyğur siyasi məhbusının cəzasını yenilikletganligini elan qilgandan keyin Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Rabiya Qadir xanım bu işqa dərhal inkas qaytırdı. Rabiya xanım Uyğur siyasi məhbuslarının keçirimə emas, axılınışqa ehtiyacı barlığını ilgir sürdü. Məzkur məhbuslarning təhdid və qiyin qıstaq arqılıq öz iradəsiga xilaf sözlərini qilishqa məcburlanğanlıq ehtimallığını o'ttirib qo'ygan Rabiya Qadir xanım Xitoyning bu arqılıq Uyğur xalqining zulmga qarshi irodasini bo'shashtirishga urinayotganligi va bu maqsadining amalga oshmaydiganligini bayon qildi. Jazosi yenilikletilgan 11 nafar siyosiy mahbus haqidagi xabarda İlham To'xti tilga ilinmadi. U 11 nafar siyasi mahbusning ichidagi 7 kishi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganlar bo'lib, ularning orasida Kanada fuqarosi Husayn Jalil, Pokistonda qo'lga ilinib Xitoyga o'tkazib berilgan faoliyatchi Mehmet To'xti Matrozi qatorliq kishilar bor. Birinchi turmida bultur sentabr davlatni parchalashga urinish va milliy o'chmanlikka qudratqullik qilish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan mashhur Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtimi jazo muddatini o'tayotgan edi. İlham To'xti muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingandan keyin norozilik arzi sungan, ammo uning arzi rad qilinib, asli hukm kuchga ega qilingan edi. Egalishimiz qaraganda Uyg'ur elida chag'an mezgilda Xitoy yo'lovchilarga qulaylik yaratilgan bo'lsa, aksicha Uyg'urlarning yurt atlab safar qilishi yanada qiyinlashtirilgan. Asiya kindigi to'rining xabariga qaraganda Uyg'ur avtonom rayoni chag'anliq yo'lovchi to'shish mezgilida tosh yo'l, temir yo'l va havo transportida navbatchi avtobus, poyezd va aeroplanlarning soniga kafolatlik qiladi ekan. Halbuki chag'an mezgilda pasportini ololmay, O'rta Osiyo safaridan qolgan bir Uyg'ur korxonchi Ürümchida pasport bejirish ishlari texi davom qilayotgan bo'lsa-mu, mulozimat obyektlarining asosan Xitoylar bo'layotganligini ilgari surdi. Aqsuning Avat noyisidan bir dehqon o'zining pasport bejirishtirmoq noyisidan ayrilib, chag'anliq ish izlash uchun Ürümchiga bordiganmi, tarmoqlarning ruxsatini ola olmay ishsiz qolganligini bildirdi. Kucha noyisidagi ma'lum yezliq odam kuchi boyliq va ijtimoiy kafolat idorasidagi aloqador xodimning tonishtirishicha, chag'anda belgilim bo'yicha sirtqa chiqadigan dehqonlar uchun ish bejirilmaydi ekan. Amerika prezidenti Barack Obama 3 fevral Baltimoredagi masjidni ziyorat qilib, musulmonlarning Amerikaning bir parchasi ekanligini ta'kidladi va Amerikada musulmonlarga qarshi ko'tarilayotgan fikr eqimini aybladi. Muslim Americans keep us safe. They're our police and our firefighters. They're in Homeland Security, in our intelligence community. They serve honorably in our armed forces, meaning they fight and bleed and die for our freedom. Some rest in Arlington National Cemetery. So, Muslim Americans are some of the most resilient and patriotic Americans you'll ever meet. We're honored to have some of our proud Muslim American service members here today. Please stand if you're here, so we can thank you for our service. Barack Obama mundaq dedi. If you're ever wondering whether you fit in here, let me say it as clearly as I can. As President of the United States, you fit in here, right here. You're right where you belong. You're part of America too. You're not Muslim or American, you're Muslim and American. And don't grow cynical. Amerika prezidenti bo'lish sifatim bilan shuni kesib aytamanki, sizlar bu yerga tava. Sizlar Amerikaning bir parchasi. Sizlar ham amerikalik, ham musulmon.
Barack Obama sözde yana dünya miqyası və Amerikada yüz bergan terrorluq vaqalardan keyin musulmonlarga qarshi ko'tarilayotgan ba'zi xato ko'z qarashlarni tanqid qildi. U yana navbatda dunyoda musulmonlarni nishon qilgan ba'zi o'ch elish harakatlari ko'rilganligini, jumladan buning Amerika ichidami yuz berganligini tilga oldi va buning intayin xato ekanligini bildirdi. Xitoy doiralarining Chag'an bayrami munosabati bilan uyushtirilgan faoliyatlarga Uyg'urlarni qatnashishga majburlashi va Uyg'ur yezlarida dehqonlarni Chag'anliq qizil naqshi o'rinlashga selishi Uyg'ur munozir torlarida Uyg'urlar Chag'an bayramini o'tkazish kerakmi yo'q degan temada munozirlarni o'tirg'i chiqargan edi. Amerikadagi Fuqarolar kuchi tashkilotining raisi Yang Jianli apandi bu vaqtda fikr bayon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan Chag'an bayramini Uyg'urlarga tengishi amaliyotda millatlar ittifoqligi siyosatiga qarshi cho'ng Xitoychilikni tashabbus qiladigan bir madaniyat assimilyatsiya siyosati dedi. Iqlim, jug'rafiyalik shart-sharoit, tarixiy an'ana, e'tiqod va boshqa har jihatlardan Chag'an bayramining Uyg'urlar bilan hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan Amerikadagi tarix fanlari doktori Qahar Barat apandi Xitoy hukumatining Chag'anni zo'rlab tengishi bilanla uni Uyg'ur va boshqa millatlarning madaniyatiga singdira olmaydiganligini ilgari surdi. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, yuqorida sizlar Erkin Asiya radiosining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.